Tadbirkorlar biznes boshlayotganda yoki masalan tadbirkorlikka boshlayotganda biror bir nishani ushlab olishda juda ham keng holatlarni ushlashadi. Ya'ni katta yo'nalish ushlab olishadi. Bu o'zi aslida xato. Chunki siz butun boshli nishani ushlolmaysiz. Masalan, oddiy mebelni ko'radigan bo'lsak, korpusnoy mebellar bor, yumshoq mebellar bor. Men o'zim holatimda korpusnoy mebeldan birinchi holatda nima qilgan bo'lardim? Voz kechgan bo'lardim. Mana to'laligicha korpusnoy mebeldan kechdik. Endi yumshoq mebellar o'zini ham klasslarini 3 taga bo'lib olamiz. Quyi klass bor, o'rta va yuqori segmentlar bo'yicha. Men bu joyda ham o'zim uchun belgilab olishim kerak. Agar men quyida ishlamasam, quyi bilan xayrlashaman to'laligicha va yuqori bilan ham xayrlashaman to'laligicha, faqatgina o'rtada qolaman. Va bu oxirgi meni qarorim emas. O'rtani o'zida men ikkiga bo'lib olishim mumkin. Qanaqa desa, birinchisi uy uchun, keyingisi nima uchun? Ofis uchun. Bu joyda ham bittasini lutcha tanlab olgan yaxshi. Men ofis uchun qila olmayman. Men faqatgina uy uchun bajaraman. Va uyda ham nima qilaman? Uyda faqatgina qandaydir divan bor. Mana o'sha divanni bitta turini ushlayman deymanda, aynan o'sha joyga tochka qaratib, o'sha joyga fokus qaratishni boshlayman. Bundan tashqari men o'sha uyni o'zida nima qilishim mumkin desa, faqatgina ikki xil variant bor. Uyda karkasli bor va bez karkas bor. Karkassiz. Bo'ldi. Ikkitasidan bittasini tanlab olaman. Kerak bo'lsa men karkaslikni o'zimda qoldiraman, karkassiz menda yo'q, bularga atkazib beraman. Endi men sizga ozgina o'zim haqimda gapirib beraman. Qanaqa bo'ladi? Men faqatgina 7 yildan beri uy uchun yumshoq mebellar ishlab chiqaraman va karkas asosida. Nega men boshqalarni ishlab chiqarmayman? Chunki men bu soha bo'yicha mutaxassis emasman. Lekin aynan bitta narsa uchun men o'zim mutaxassis deb hisoblayman va bu joyda qanday qilib to'g'ri mebel qilish kerakligini yaxshi bilaman. Shu joyni o'zida men ozgina gapirib berganimda qandaydir qiymat sezyapsiz. Siz o'zingiz faoliyatingizda ham xuddi shunaqa qilishingiz kerak. To'laligicha hamma mebelni qilaman emas, qaysidir yo'nalishni ushlayman, qaysidir yo'nalishni qaysidir qismini ushlayman va o'sha qismdan bittagina yo'nalish ushlayman. Faqat shunga qarab turib nima qilaman? Fokus beraman. Birinchi bu joyni men qoyillataman, keyin keyingi etaplarga o'tishni boshlayman. Ungacha boshqa joyga o'tmayman.